Assalamu alaikum muhterem qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya Radiosi Uyghur bölümü to'g'ri televiziyasining Heptilik Xewerler sayfasi. Bu sayfamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Shvetsiya ziyoratini ayarlashtirib, Washingtonga qaytib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadir xonim bu hafta beshida Amerika Tashqi ishlar ministrligidagi amaldorlar bilan ko'rishgan. Rabiya Qadir xonimning bildirishicha, u asosliqi Amerika Tashqi ishlar ministrligidagi kishilik huquq xizmatiga aloqador shaxslar bilan ko'rishgan. Xonim ko'rishishda Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli va Xitoy turmusida azob chekayotgan o'g'illarining masalasini o'tirib qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligidagi munosabatli xodimlar o'zlarining Uyg'ur vaziyati va xonimning turmidagi farzandlarining ahvoliga yaqindan ko'ngil bo'layotganligini bildirgan. Rabiya Qadir xonim oldin qapda Shvetsiyaga berib, o'z haqida yozilgan Ajdaho bilan elishgan ayol nomli kitobning shved tilida nashr qilinish murosimiga qatnashgan va bir qism hukumat xodimlari bilan ko'rishgan edi. Türkiye'nin Ankara ve İstanbul şehirlerinde Xitay Baş Ministeri'nin Türkiye ziyaretine karşı namayış ilip verildi. Ankara'daki namayış Xitay Baş Ministeri Wen Jiabao'nun Türkiye ziyareti başlangan günü yani 10. ayının 8. günü ilip verildi. Namayış şu cay vakti ettigen saat 8:20'da Xitay Baş Ministeri Wen Jiabao düşken Hilton mehmanxonasining oldida o'tkazildi. Namayışga Türkiye'deki Uyghur ve Türk cemaat qatnashdi. Xitay Baş Ministeri Wen Jiabao Türkiye Baş Ministeri Recep Tayyip Erdoğan bilan uchrashish uchun mehmanxonadan chiqayotganda u o'tadigan yo'ldan 10 metr jiroqlikda namoyish qilgan Uyg'urlar Wen Jiabao'ning rasmini yirtib, rasmiga tükürüp Xitayga bo'lgan noroziligini bildirishdi. Wen Jiabao'ning avtomobiliga Mehmet Yusuf bilan Abdurahman Öztürk ayig'ini atdi. İstanbul'daki Uyghur faoliyatçılarımı şenbe günü Xitay Baş Ministeri Wen Jiabao'ning İstanbul ziyaretiga qarshi namoyish ilib borgan. Xabarlarga qaraganda namoyishga 40 atrofida odam qatnashgan bo'lib, ular Wen Jiabao tushgan mehmonxona oldida namoyish o'tkazgan. Türkiye saqchilari namoyishchilarning mehmonxonaga yaqinlashishini to'sigan. Namoyishchilar qatil Wen Jiabao Türkiye'den yo'qol. Wen Jiabao Türkiye Xitoyning yolg'onlariga ishonmaydi degandek shuarlarni tovlagan. 10 oktyabrdan 10 oktyabrgacha davomlashgan bu yillik Frankfurt xalqaro kitob yarmankasi jarayonida Germaniyadagi Sharqiy Turkiston birligi tashkiloti Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida tashviqot faoliyati olib borgan. Frankfurt xalqaro kitob yarmankasi har yili Germaniyaning Frankfurt shahrida o'tkazilgan bo'lib, bu yillik yarmankaga Latin Amerika davlatlaridan Argentina sohibxonlik qilgan. Uyg'ur faoliyatchilaridan Ko'rash Ataxonning bildirishicha, ko'rgazmada Uyg'urlar maxsus tashviqot taxtasi tayyorlab, Uyg'urlarning o'tmishi va bugun haqida ma'lumot bergan. Ularning tashviqot taxtasiga sobiq Sharqiy Turkiston Jamhuriyatining ay yulduzliq ko'k bayrog'i esilgan. Tashviqot maydoniga yana Xinjiang emas, Sharqiy Turkiston. Sharqiy Turkistonga mustaqillik degandek plakatlar esilgan. Faoliyatchilar yana maxsus bayonot e'lon qilib, ziyoratchilarni Sharqiy Turkiston vaziyatiga diqqat qilishga chaqirgan. Germaniya nashriyotchilari va kitob savdogarlari jamiyati tomonidan uyushtirilgan bu yarmankaga o'tgan yili Xitoy hukumatı sohibxon bo'lgan edi. O'tgan yillik yarmankaga Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim taklif bilan qatnashgan va nutq so'zlab, Xitoy hukumatini Frankfurt yarmankasidek xalqaro madaniyat faoliyatiga sohibxonlik qilish layoqati yo'q deb ayblagan edi. 2009 yildagi 5-iyul Ürümçi vaqasidan keyin Uyghur Avtonom rayonidagi universitetlarda o'quvchilarga qaratilgan nazorat kuchaytirilgan. Uyghur elidagi Xinjiang Universiteti, Xinjiang Pedagogika Universiteti qatorliq maktablarda o'quvchilar qo'g'dash atriti, o'quvchilar bayroq atriti deganga o'xshash atratlar qurilgan. O'z kimligini oshkorlashni xohlamagan bir o'quvchi navbatda o'z maktabida qurilgan bayroq atritining maktab amonlik qo'g'dash atritiga yordamlashib, o'quvchilarning intizomini tekshirishga mas'ul ekanligini, ammo ko'p sondagi o'quvchilarning ularni yoqtirmaydiganligini bildirdi. Xinjiang Universitetidan ziyoratimizni qabul qilgan bir o'quvchining bildirishicha, Xinjiang Universitetida o'quvchilar aktivlaridan qurilgan bundaq atrat o'quvchilar qo'g'dash atriti deb atildi ekan. Uning bildirishicha, bu atrat a'zolari maktab o'quvchilar birlashmasi a'zosi nomida har oyda 100 yuan atrofida haq oldi ekan. Bu atrat xodimlari odatda o'quvchilar intizomini tekshirgandan boshqa yana o'z sinfidagi o'quvchilarning ideviy ahvolini maktab doiralariga yetkazadigan bo'lg'achqa, o'quvchilar ko'pincha hollarda ulardan ehtiyot qildi ekan. Angliya Tashqi ishlar ministri William Hague Xitoy ziyoratidan 2 oy burun Diyarim to'rbetining sohibi Dilmurod Baratni qabul qilib,
uning inisi Dilshad Paratning ahvoli va boshqa Uyg'ur to'rbat boshqurg'uvchilarining navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot egallagan va o'zlarining Xitoydan egallagan ma'lumotlardan Dilmurod Paratni xabarlantirgan. Minister William Hague Dilmurod Parat bilan bo'lgan suhbatida diyorim to'rbatining qurilish jarayoni, Selkin va Shabnam qatorliq to'rbatlarning 5-yo'l voqeasidagi roli va boshqa ziyonkashlik uchirg'uvchilarning ahvoli haqida ma'lumot egallagan. Dilmurod Parat ministerlikdan Xitoy bilan suhbatlashganda Dilshad Parat qatorliq Uyg'ur tutqunlarining ismini aniq tilga ilib turib, Xitoy tarafga besim ishiltishni va ularning burunroq erkinlikka erishish uchun tirishchilik ko'rsatishni talab qilgan. Ilgari sobiq Angliya tashqi ishlar ministri David Miliband Xitoy ziyoratidan 4 kun burun Dilmurod Paratni qabul qilgan edi. Xitoy hökuməti taqatqan sonliq ma'lumotga qaraganda Uyg'ur eldi nupusining qiyirilish nisbati bir qadar yuqori bo'lib, 2010-yilning oxiri Uyg'ur eldi nupusi qiyirlashgan jamiyat qatoriga kirdi ekan. Yevropadagi bir Uyg'ur ziyolisining qarashicha, Uyg'ur eldi nupusining bu darajada qiyirlashib ketishi Uyg'ur eldi planliq tug'ut siyosatining naqadar keskin elib berilganligini bildirdi ekan. Xitoy xalq gazetida bu haqda berilgan xabarga qaraganda, navbatda Uyg'ur eldi 60 yoshdan oshganlar 2.100.000 ga yetgan bo'lib, bu Uyg'ur eli umumiy nupusining 10%ni tashkil qildi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha 21-asrning o'rtalariga kelganda Uyg'ur elda nupusining 3dan 1 qismi qiyirlashib bo'ldi ekan. Xabarda Xitoyning mazkur dokladni e'lon qilishidagi muddasi o'tirib qo'yilmagan. Nam sharpini oshkorlashni xohlamagan yuqorqi Uyg'ur ziyolisining qarashicha, Xitoy hukumati mazkur dokladni tayyorlash orqali Uyg'ur eliga yana ko'plab atalmish yosh emgak kuchlarini yetkash strategiyasini nazariyaviy asos bilan ta'min etgan bo'lishi mumkin. Amerikada yashayotgan Uyg'ur olimi doktor Erkin Asiya apandi navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni ong jihatdan mustamlika qilish harakatini keng ko'lamli ilib berayotganligi, buning Uyg'ur milliy mavjudiyatiga zo'r tahdid ekanligi, shunga bu xil mustamlik siyosatiga qarshi tadbir tepib chiqishning intayin zarur ekanligini o'tirib qo'ydi. Xitoy hukumati yaqindan buyon Junxo millati eng tarbiyasini kuchaytirishni o'tirib qo'yib, buni Uyg'ur elining uzoq muddatlik amalligining muhim asosi deb ko'rsatgan va bu jihatda Uyg'ur elida har xil harakatlarni olib berishga boshlagan edi. Erkin Asiyaning bildirishicha, Xitoy Uyg'ur elida yo'l qo'ygan qo'sh til, din va nopus siyosatlarining hammasi yaqindan buyon texnik jiddiylashtirilgan. Erkin Asiyaning qarashicha, Uyg'urlarning madaniyat yiltizi intayin cho'nqur bo'lg'achqa, osonlikcha osmonlasiya bo'lib ketmaydigan bo'lsa-mu, Uyg'urlar navbatda keskin madaniyat qirsig'iga duch kelgan. U mundaq dedi: Hozir Uyg'ur ziyolilari Xitoy hukumatining Uyg'urlarni yo'qotish suiqasdiga qarshi jiddiy o'ylanadigan va izlanadigan vaqt keldi. Xitoy hukumati Uyg'ur elida 2010-yillik vatanparvar diniy zotlarni tarbiyalash kursini boshlagan. Kursning dars boshlash murosimi 8-oktyabr atdiganda Urumchida ochilgan. Murosimda Abdunum rayon raisi Nurbahri diniy zotlardan Şinjanning mangulik aminligi uchun aql parasat va kuch chiqarishni talab qilgan. Uyg'ur ziyolilar buningga yanala Uyg'ur eldagi diniy ommaning e'tiqod erkinligini cheklashga qaratilganligini ilgari surmoqda. Nurbahri diniy zotlarni to'plab tarbiyalash xizmatining Şinjangni muqim qilib, Şinjangni gullantirish, xalqni boy qilib, chegarani mustahkamlash strategiyasidagi muhim harakat ekanligini ko'rsatgan. Nurbahri diniy zotlardan vatanni suyib, qonunga bo'ysunish, ittifoqlik va muqimlik ideyasini targ'ib qilishni talab qilgan. Yevropada yashayotgan bir diniy zotning bildirishicha, Xitoy kompartiyasi uzundan buyon mushxildagi atalmish vatanparvar diniy zotlardan foydalanib, Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligini cheklab, ommani kontrol qilib kelgan. U bu vaqtda to'xtalib, bu atalmish diniy zotlar bo'lsa bir turkum maoshliq dindorlardir. Ular Xitoy hukumati bergan ozg'ina maosh badaliga o'z qarindoshlariga zulm silishga qatnashmoqda. Bu vatanparvarlik emas, xoinlikdir, degan. Darvaqa Xitoy hukumati bu xildagi diniy zotlarga asosli qatlamda alayda vazifani ustiga olgan kadrlar deb nom bergan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga Heptilik Xewerler sahifamiz bo'yicha bu haftalik muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kun ko'rishaylik. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.